g'amxo'rlik qilib komment yozgan bo'lganinglarda sizlar kommentga sasmasdan direktga yozgan bo'lardinglar. Hammaga tegishli emas, bir ikkita qizlar meni podpischiklarim ham bor o'tdi. Ko'rdim buni. Уже unda raqobat boshlanadi. Har doim o'zini kimdir bilan solishtiradi. Shunchalik vot rahmiylik kelayotgan ekan, xunuk bo'yangan ekan, shuni direktga yozinglar. Manda ham yosh katta hijobli ayollar juda ko'p-da. Meni yaxshi ko'rib kuzatishadi. Nimadir menga yarashmagan bo'lsa, nimadir xato qilgan bo'lsam, kommentda o'tirib olib meni obsirать qilishmaydi, direktimga chiroyli qilib tushuntirishadi. Mubina, mana sizga yarashmabdi, mana bunaqa qilmang boshqa. U kommentda hammani oldida nimadirlar deb yozib o'tirishmaydi. Bu juda ham xunuk narsa deb o'ylab qarasang. O'shunaqa ayollarning na samom deli samotsenkasi juda baland bo'ladi. Kommentda sasimasdan chiroyli qilib o'ziga tushuntirsa, shunaqa ayollarni men juda ham уважать qilaman. O'sha qizni kommentida yomonlab qizlarni o'zini samotsenkasi past. Shuning uchun boshqalarning ustidan kuladi. Bu bir.